Bo'ladigan ish qilaman. Qo'ysangiz-chi. Hozir bariga aralashmayapti. Uyda 3 ta bolam bor meni. Aralashmayapti. Menda 4 ta bolam. Mana nima qiling, rozi bo'lib qo'ying o'sha 50 dollaringizga. 50 dollarga cash olaman undan. Chapa olmasangiz bo'ldi 50 dollarga hozir bor. Qayta qoling, bo'pti, 250 mingni beraman, okey, qo'ying. Yo 50 gini bersang. Yo'q, bermayman. Sen boshqa sani sharting-ku. Chiqib etsangiz bo'ladi-yu, men qila olmayman, yo'q desiz bo'ladi. Qolman-ku, mana keldim, turman mana shu. 50 gizni berdi, 50 gizga rozi bo'lib qo'ying, bo'ldi, nima qilasiz bu gap ko'paydi. Bo'ldi, qo'ying. Cho'zilib ketadi syomka ham, bo'ldi. Ketsa ketdi, hozir men bermayman, boshqa narsa qilmayman. Qo'ysangiz-chi, ketdi, 50 dollar arzimaydi. Ehsoningiz bor ekan. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchayapsiz? Tuzimisiz? Ishlayapti? Rahmat. Rahmat, Allohga shukr. Bekzod aka, bu ketsak keta qolaylik. Hozir hal qilamiz. Telefon qilib uyga. Ketdami tirik? Yo'q, mashina olgani keluvdi. Mana o'tkirdan mashina oldik. Zaklat berib kelishdik, olmaydigan bo'lib qoldi.